Alloh panoh bersin, ba'zi insonlar bor jamiyatning ichida, siz va biz taniydigan insonlar borki, odamlarni aybu, nuqsoni, kamchiligi bilan vaqtini, umrini zoya qiladi. Alloh panoh bersin. Vaholanki biz birovlar bilan shug'ullansak, birovlarga vaqtimizni ketkazsak, o'zimizga, ahlimiz, oilamizga qachon vaqtimizni ajratamiz? Qachon o'zimizni isloh qilamiz? Qachon? Shunga alohida e'tibor berishimiz kerak. Alloh va Rasuli biz ummatni, biz mu'min musulmonlarni birovlarni aybini aytib yurishlikdan qaytargan. Payg'ambarimiz Rasuli akram sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, kim bir mu'minni aybini yashirsa, Alloh taolo uni aybini yashiradi. Boshqa bir hadis bor ekan. Kim agar bir mu'minni, bir musulmonni aybini oshkor qilsa, Alloh taolo uni aybini oshkor qiladi. Hatto inki uyini ishda bo'lsa ham sharmanda qiladi deydilar. Alloh panoh bersin. Qarang. Biz birovni aybini oshkor qilyapmizmi? Uni kamchiliklarni hammaga, jamiyatga, jamoatga aytayapmizmi? Alloh taolo bizni aybimizni, kamchiligimizni Alloh oshkor qiladi. Hatto inki uyimizni ichda bo'lsa ham, ahli oilamiz ichda Alloh sharmanda qiladi. Shuning uchun biz qo'limizdan kelsa, imkoniyatimiz yetsa, avvalo birovni aybini ko'ryapmizmi, kamchiligiga yo'l qo'yaptimi, borib, ey birodar, siz mana shu joylarda xato qildingiz. Iltimos shu ishni qilmang deb nasihat qilaylik. Nasihat qilaylik. Nasihat qilishlik agar qo'limizdan kelmasa, uni haqqiga Allohdan so'rab duo qilishimiz kerak. Agar shu ish ham qo'limizdan kelmasa, jim bo'lmoqligimiz kerak. O'sha uchun inshaalloh biz birovlarni aybi bilan hayotimizni, vaqtimizni zoya qilmasligimiz kerak. O'zimizni isloh qilishlikka vaqtimizni ketkazmoqligimiz, o'zimiz bilan shug'ullanmoqligimiz kerak.